Assalomu alaykum qadrdonlar. Sariq mashinamizga sap-sariq holatdagi, atlas holatdagi g'ishlarimiz yuklanyapti. G'ishlarimizni qiziliga, sarig'iga, uqalanmasligiga, sanoqlariga garantiyalari bor. Sho'rlamaslik darajasi o'ta yuqori bo'lgan, bog'dod pishgan g'ishlari. Narxlarini 750 so'mdan qilib qo'yganmiz. Zavodning o'zida. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Sho'rlamaslik darajasi o'ta yuqori bo'lgan pishgan g'ishlar. Ko'rib turganlaringdek, xudo xolasa bizda qishin yozin ish. U tomonda ham fondlarimiz bor. Hozir bu 10 mingtalik mashinamiz Farg'ona viloyati Rishton tumaniga ketyapti. Yaqin o'rtada bo'lganlar, ko'rmoqchi bo'lganlar bo'lsa, kelib ko'rib ham ketaverasizlar. Zavodimiz Telegramdan yozsalaringiz, zavodimiz lokatsiyasini tashlab beramiz. Bemalol zavodga kelib g'isht holatlarini ko'rib, zakatsalaring ham bo'laveradi. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz telefon qilishyapti. Xudo xolasa aloqaga chiqsa, uylariga yetgandan keyin uydagilar g'ishtni ko'rib pulini berishaveradi. Mana shuni holatda boradi. Xudo xolasa. Mana ikkinchi mashinamiz, mana endi uchinchi mashinamiz. Bir kunda hozir bu zavodimizning o'zidan 30 ming g'isht chiqadi. Boshqa yana ikkinchi zavodimiz bor. Undan ham 30 ming, 25 ming g'isht chiqadi. Qurilish qilayotganlarga jo'natib qo'yasizlar. Xudo xolasa manfaatli video bo'ldi degan umiddamiz. Eslatib o'tamiz, biz bloger emasmiz, zavod egalaridanmiz. Videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.